Bismillahirrahmanirrahim. Assalomu alaykum kanalimiz kuzatuvchilari. Mana shu Matiz mashinamiz sotiladi. Mashinamiz haqida ma'lumotlar. Kraskasi 30%. 2012-yilda ishlab chiqarilgan. Yurgan kilometri 220 ming. Dehqonning qo'lida, xudo xolasa, mashinamiz yo'qsa aloqaga chiqasizlar, ekranda nomerlar qoldiramiz. Mashinamiz Farg'ona viloyati Uchko'prik tumani Kichqashqar qishlog'idan bo'lyapti. Minerman akamiz o'zida, dehqon akamiz. Minadigan dehqon odam bo'lsa, yana ham yaxshi bo'ladi deyilyapti. Mashinamizning narxini juda chiroyli qilib kelishtirib beramiz. Aka, buni narxini necha pul qilib beramiz? 3600 dollardan jinda kami bor ekan, ko'p emas deyishyapti. Xudo xolasa, mashinamizning motor hadovoy qismlarida ishi yo'q ekan. Hamma yo'g'ini qilib qo'yilgan ekan mashinamizni. Mana balonlari ham 70% guli bilan ekan. 4 ala baloni bir xil ekan. Ichki holatlari radnoy holatda turibdi ekan. Oddiy rezinga tashlab qo'yilgan ekan. Juda e'tibor bilan minishgan ekan akamiz. Mana patologlari, sidinalari akkuratli minilgan mashina ekan. Dehqonlar bo'lsa, xudo xolasa cho'tkilab narxini kelishtirib beramiz deyapti. Motor hadovoylarda ishi yo'q. Kraskasi o'sha aytilgan 30% kraskasi bor ekan. Qiziqqanlar aloqaga chiqaverasizlar, ekranda nomerlar qoldiramiz. Manzil Farg'ona viloyat Uchko'prik tuman Kichqashqar qishlog'ida. E'tiborlaringiz uchun rahmat.